aholi salomatligini yaxshilash, ekologik jihatdan qulay va farovon yashash muhitini shakllantirish hamda tabiiy resurslarni tejash va ulardan oqilona foydalanish har qanday jamiyat taraqqiyoti uchun muhim sanaladi. O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi prezident farmoni esa ayni shu kabi ko'plab maqsadlarni o'zida jamlagan. Mazkur farmonning joriy islohotlarga ta'siri xususida bugun Taraqqiyot strategiyasi markaziy direktori Eldor To'lyakov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Davlat dasturi to'g'risidagi prezident farmonining yurt taraqqiyotiga chambarchas bog'liqligi xususida fikrlashsak. 2025-yilgi davlat dasturi bu O'zbekiston 2030 strategiyasini albatta muhim tarkibiy qismi hisoblanadi, chunki biz belgilab olganimiz 100 ta aniq maqsadni va mana shu maqsadga erishishda tizimli ravishda yondashuv talab qiladigan jihati bu albatta mana shu 2025-yilga mo'ljallangan davlat dasturidir. Va bu yilgi davlat dasturi albatta aholimiz, davlatimiz, jamiyatimiz uchun muhim bo'lgan yo'nalishlarni o'zida mujassamlashtirgan. Bu ta'lim bo'ladimi, sog'liqni saqlash bo'ladimi, bu ijtimoiy himoya bo'ladimi, bu o'sha daromadimizni ko'paytirishga oid masalalar bo'ladimi, umuman O'zbekistonni imijini, O'zbekistondagi o'sha investitsion muhitni yaxshilash bo'ladimi? Bularning barchasi albatta davlat dasturida mana shu islohotlarni davom ettirish, izchillik bilan davom ettirishga qaratilgan aniq chora-tadbirlar bilan hamda qonunchilikni takomillashtirish bilan birga belgilab olingan hujjat hisoblanadi. Shu bilan birga bu yilgi o'sha davlat dasturiga berilgan nomdan kelib chiqib, albatta o'sha iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, ekologik barqarorlikni ta'minlash, resurslarni samarali ishlatish, resurslardan albatta tejamkorona foydalanish kabi masalalar hamda shu bilan birga o'sha iqtisodiyotimizni, sanoatimizni rivojlantirish va modernizatsiya qilishda yashil energetikadan foydalanish, ya'ni O'zbekistonni o'sha barqaror transformatsiyasini ta'minlashga doir bir qator o'sha chora-tadbirlar hamda qonunchilik hujjatlarini qabul qilish va takomillashtirish masalalari aynan mana shu davlat dasturida mujassamlashganligini alohida ta'kidlashimiz lozim. Yana bir ahamiyatli jihati bunda davlat organlari, nodavlat tashkilotlar, fuqarolik jamiyati institutlari hamda biznes hamjamiyat bilan birgalikda mana shu islohotlarni amalga oshirishga katta urg'u berilgan va aynan ularni chambarchas birgalikda ishlashigina davlat dasturida qo'yilgan vazifalarga samarali va o'z vaqtida yetishishiga xizmat qiladigan maqsadlar qo'yilganligini alohida ta'kidlashimiz lozim.